Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mana bugun mehmonimiz bor. Germaniyada hozir klinikalarda faoliyat ko'rsatayotgan hamshira. Qo'llar bo'lgan taqdirda ham uni vrachning vazifasiga kiradi. Bosh hamshira unaqa degan narsa yo'q bu yoqda. Hamma hamshira bir xil teng huquqli, teng oylik olishadi. Soliqlardan tashqari qo'lingizga kamida 3000 qo'lingizga tegadi. Agar shartnomani buzsangiz, sizga ma'lum miqdorda oyligingiz shartingizdan bosib qolishadi. 2,5-3 oylik shartingiz bosib qolishadi. Sizlarga tavsiyam nemis tilini mukammal o'rganishga harakat qilinglar. Bu juda ham yaxshi imkoniyat, agar foydalansanglar.